Hozirgi ko'radigan xonadoninglar mana shu turgan joyimizdan, ya'ni Toshkent viloyati Bo'ka tumanining kiraverishi bo'ladi. 600-700 metr orasida ichkarida uchastka sotuvga qo'yilyapti. Ko'ringlar, layklarni bosib o'tishni unutmanglar. Biz esa uyga ketdik. Xo'p, assalomu alaykum Ramazuz kanalining obunachilari. Assalomu alaykum Toshkent shahar va Toshkent viloyatidan uy-joy qidirib yurgan aka, uka, opa-singillar. Bugun sizlar uchun yana navbatdagi arzonni obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Juda arzon yerlarni chiqaryapmiz. Sizlar uchun foydalanib qolinglar. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumani. Kartaga Toshkent viloyati Bo'ka tumani deb yozsanglar, aniq manzil kelib chiqadi. Shu Toshkent viloyati Bo'ka tumani markazidan 1-1,5 kilometr orasida mahalladan sotiladigan 7 sotiklik joy chiqdi sizlar uchun. Ustida qurilmalari bor. Qurilmalar hisoblamayapti. Ramizda o'zlar buzib olib kerak bo'lsa ishlatsin, kerak bo'lmasa buzib musorga ham chiqarib tashlasanglar bo'ladi. Qurilma eski, lekin ichida materiali bor. SSSR uylaridan ancha-muncha material chiqadi. Bugungi sanamiz 31-may. Egalar nomerlar pastda turgan bo'lsa, savdolashib ko'ringlar. Boshlang'ich narxi $17,500 7 sotik maydonga. Mana kadastr akalar, mana. O'tgan safargi Bo'ka tumanidan katta yer chiqaruvdim. Ko'pchilik ko'rdi, dokumentini ko'rsatish esimizdan chiqib qolibdi, lekin kadastri bor edi. Mana bularning ham kadastri bor. Hammasi original, kelib turib, bemalol tekshirib, keyin savdosini qilib olsanglar bo'ladi. Boshlang'ich narxi 17,500, gaz, svet, suv, hamma narsa bor. Ana yo'l akalar. Shundoq chiqasiz, chap qo'lga burilsangiz, Bo'ka Begavod katta trassasi. Bo'ka bozorini, Bo'ka tumanining markaziga 1 kilometr yetmasdan. Ana yo'l. Maktab yoningizda, katta banlitsa bor yoningizda. Bog'cha bor. Bo'ka tumanining machitigacha 1 kilometr, 1,5 kilometr. Bozori ham o'sha yerda. Sentralniy joy. Sharoiti zo'r. Gaz o'chmaydi, svet o'chmaydi. Hamma sharoiti yaxshi. 7 sotik maydon. Boshlang'ich narxi $17,500, shunda $2,500 dan so'rashyapti. Telefon qilib savdosini qilib olaverasizlar. Aytilgan narxdan o'tiladi. Bu yog'ini gazini bosib, bitta layklarni bosib, mazaq tomosha qilinglar. Xo'p, obzorni boshladik, hurmatli obunachilar. Joyimiz yaxshi, Bo'ka tumani shahrining markazida joylashgan bo'lib, Bo'ka tumanining markaziga yetmasdan shundoqqina o'ng tomonga mana shu atrofdagilar biladi. Bo'kadan Alimkentga qarab kesishmada o'sha yo'lni boshida joylashgan. 54 kilometr hozir kartada ko'rdim. Qo'yliq bozorigacha 54 kilometr ekan. O'sha burilganingizdan keyin birinchi ko'cha hisoblaganda 5-mi 6-chi xonadon sotuvga qo'yilyapti. Hurmatli obunachilar, uy yashashga noloyiq, ya'ni snosda turibdi. Buning ichida yashab bo'lmaydi. Og'a odam o'zi uchun boshqatdan uy qurishni tavsiya qilib qolamiz. Chegaramizni ko'rishinglar mumkin. Fasad qismimiz 23 metr. Eniga menimcha taxminan 30 metr bo'lsa kerak. Shunda 7 sotik taxminan kelib chiqadi. Chegarasi mana, bu tomoni esa mana. Sharoitini ko'ramiz. Mahalla ham yaxshi, kichkinagina o'zi uchun mahalla. Mana agar bittagina o'cha taxminan bir 20 tagina xonadon bor. Oldi qismi dala. Mana agar oldi qismingiz dala. Ona katta banlitsa bu yerda qanaqadir. Mana yoningizda polniy jiloy mahalla. Katta zdaniya nima tog'a? Yashil tomli. Maktabmi? Ha, banlitsaning territoriyasi ekan. Aptekalar. Maktab qayerda bu yerda? Yaqinmi? 1 kilometr chiqmas. 1 kilometr chiqmas ekan. Hammani uyini to'g'risi mana bunaqa maydoni bor ekan. Bu ham sizga qarashlimi? Yo'q. Yo'q, o'zi hujjat bo'yicha hech kimniki emas, lekin menimcha foydalanib kelishyapti. Shunaqa? Ha, kadastrga kirmaydi-ku, to'g'ri. Mana akalar, hammani uyini ro'parasida kichkina bog'laq qo'ygan, to'g'riz dala. Bu tomonga Alimkentga, ya'ni Oqqo'rg'on yo'nalishiga chiqib ketadigan yo'lni shundoqqina bo'yida. Bo'kaliklar juda yaxshi biladi. Bo'ka balnitsani yonida joylashgan
xonadon 7 sotiklik xonadon sotuvga qo'yilyapti. Territoriyani ko'rib chiqamiz. Mana ko'chalar, mana svet, mana gaz truba. Mana akalar. Bu o'zi katta uy bo'lgan, bu bo'linib, hozir shu joyi sotuvga qo'yilyapti. Mana kattagina maydon ko'rishingiz mumkin. Ustida o'tinlar, chegara mana oxiri. O'tib turibdi. Mana uyda o'zini ko'rinishi. Xonadonning o'zidan g'ishtlarni olsanglar bo'ladi. To'sinlari ham butun chiqishi mumkin, chunki rossiyskiy to'sinlar qo'yilgan oldin, bilasizlar. Juda baquvvat bo'lgan. Qo'shni. Mana territoriya oxiri. Mana ota, kelasiz, ota bilan o'zi bilan gaplashaverasiz. 2500 dollardan yana o'tib berishadi. Noto'g'ri eshitmadinglar. Toshkent viloyatidan markazlashgan joylardan qidirib topa olmaydigan narx. Chetrog'ida, yo'ldan 3-4 kilometr ichkarida, yo'ldan uzoqroq joylarda gazi bor yoki sveti yo'q. Sveti bo'lsa, gazi yo'q. Shunaqa joylardan arzonroq yer topishingiz mumkin bu yerda. Lekin hozir bu yerda sharoiti zo'r joy, kelajakda qiynalmaydigan xonadon sotuvga qo'yildi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. 7 sotik maydon, boshlang'ich narxi 14 ming, 16,5 ming, 17,5 ming, 17,5 ming so'm, 1000 dollar. Har bir sotigiga 2500 dollardan so'rashyapti. Telefon qilib, savdosini qilib olaverasizlar. Mana qo'shningiz, bu yoz qo'shni bo'l. Charchamanglar, o'zingizlar ehtiyot qiling.